Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana sizlar bilan bugun yana ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Mana hozir yoz bo'lganligi uchun fiyalkalarni dam oldirishga qo'yganman. Ammo mana ko'rib turganingizdek, ular yana g'uncha chiqarish bilan ovora. Yoz oyida fiyalkalarni gullarini olib tashlab dam oldirish kerak. Chunki yil bo'yi ochilib turishi uchun yana salqindan boshlab may oyigacha gullab turadi. Mana stelajda turibdi. Lampasi mana shunaqa 10-15 sm balandlikda guldan. Yoz oyida fiyalkalarni oziqlantirmay faqat oddiy suvdan berib turganingiz yaxshi. Sug'orishni ham faqat kechki salqinda qilasiz. Shu bilan birgalikda fiyalkalarni yorug' sevar o'simlik bo'lganligi uchun bularni tokchalarga qo'yishingiz mumkin. Stelajlarda lampa tagida qo'yishingiz mumkin. Yoz oyida faqat lampani yoqish biroz qisqaradi, ya'ni 6-8 soat yetarli bo'ladi. Qish vaqtlari esa salqinda 10-12 soatda lampa tagida turadi fiyalkalar. To'g'ridan to'g'ri quyosh nurini yoqtirmaydi, lekin yorug' bo'lgan joyni juda xush ko'radi fiyalkalar. Mana fitilda turibdi. Mana haroratni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Namligini ham, mana namligi 80 ga yaqin bo'lib turibdi. Lekin gradusimiz mana 24 da. 24 da turibdi. Mana bu qatordagi gullarni qarasangiz, barchasi ochilib yotibdi. Yulingandan keyin yana mana ochilib boshlagan roza vetrov sorti. Mana juda ajoyib sortlar bir-biridan. Mana sinikit yana ochilib boshlabdi. Mana shunaqa. Faqat yozda gullari juda uzoq vaqt saqlanmaydi, sababi havo baribir issiqligi bularga ta'sir qiladi. Ammo qishin yozin gullab tursa ham hech qanaqa zarari yo'q. Faqat bularni ozroq ochilib turgandan keyin yana birdan yulib tashlayman. Mana endi birinchi gullari fan tulpan. Mana kolokolchik bo'lib ochilgan. Mana kisti ximeliya boshqacharoq bo'lib ochilgan. Bu yoqda yana kimlardir ochilib go'zallashib turibdi. Mana dikaya orxideya juda ham ajoyib katta gullari, to'q rangda, juda ham yaxshi ko'raman. Mana Big Bells White Georgia. Mana barchasi qiynalmasdan gulda turibdi. Faqat yoz oyida ba'zi bir sortlarni gul rangi o'zgarishi mumkin. Bu o'sha sharoitga bog'liq. Xona harorati 27-28 gradusgacha siz fitilda saqlashingiz mumkin. Mana shunaqa fitil. Mana ipi suvda turibdi. Mana shunday. Mana ildizlari chiqib ham ketibdi. Buni bu yoqda juda ham chiqib ketgan, qalinlashib. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, lekin 28 dan oshdimi, ipini chiqazib qo'ygan ma'qul. Faqat mana shu yuqori qismi orqali tuvakni chekkasidan sug'orib turasiz. Keyin konditsioner bo'lmagan sharoitda mana oraliqlari ochiq turibdi. Gullarni mana shu yerga muzlagan baklashkalarni qo'yib qo'ysangiz, u ham salqinlik beradi. Lampalarni esa kechki salqinda yoqqaningiz ma'qul. Ertalab soat 5-6 dan soat 10 gacha, keyin kechki payt 2 soat yoqib qo'ysangiz
bemalol bo'ladi. Yozgi sharoitda ozuqalar berilmaydi, har xil ozuqalar. 2 oy, mana shu iyun-iyul oylarida ozuqa bermaganingiz ma'qul. Lekin kechki salqinda mana sirkon. Mana shu sirkonni 1 litrga 2 tomchi olib baklashkaga solib tayyorlab olasiz. Mana shunaqa ampulla bo'ladi. Shuni shpritsga tortib 2 tomchi solasizda. Barchasiga barglariga sprey qilib chiqsangiz stressdan yaxshi himoya qiladi. Yozda baribir stressga uchraydi, harorat o'zgaruvchan bo'lib turadi. Va shu bilan birgalikda sizni qotib turgan gullaringizda stimulyator vazifasini bajaradi sirkon. O'sishni boshlaydi. Mana bu yoqdagilarni ham shunaqa qilib gullarini olib tashlaganman, lekin yana g'unchala boshlagan bular. Detkalarimni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana уже bular startyor bo'lib qolgan. Matda o'stiraman. Yozi qishi matda hech qanaqa nima bermaydi, hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. O'sha idishni chekkasidan suv quyib qo'yasiz. Mana shuni bo'lib o'saveradi. Detkali barglarim ham ochiqda o'sadi, faqat matda o'sadi bular ham. Mana shunday. Oddiy suv bilan sug'oraman, hech qanaqa ozuqa bermayman. Faqat mana barglarim detka chiqarguncha teplichkada turadi. Mana endi detka chiqarib ko'rsata boshlabdi. Bularni kunduz vaqti mana shunaqa qilib qiya holatda, mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, ozroq ochiq turadi. O'shanday holatda qo'yib qo'yaman. O'zini ekkanimdagi nami bilan turibdi. Tagidagi matga oz-ozdan suv tomchilatib turaman. Mana endi. Chunki detkalar boshlagan. Mana bu suvlar esa bu ustidagi idishdagi suvni tushib qolgan ekan mana. Aziz obunachilarim, qisqa videomiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Qiziqtirgan savollaringizni bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling azizlarim.